Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan irrotasion g'alvara haqida gaplashamiz. Irrotasion g'alvara o'zi nima uchun kerak? Irrotasion g'alvara bizda tub sonlarda juda ham tez, ya'ni eng tez topiluvchi algoritm irrotasion g'alvara. Xo'p, bu qanaqa ishlaydi? Qanaqa ishlashini hozir YouTubedan video ko'rinishida ko'rsatib beraman. Xo'p, mana bu yerda avval 2 ni olyapti. Chunki tub sonlar 2 dan boshlanadi. Xo'p, 2 ga bo'linadigan hamma sonlarni tugmasini belgilab chiqyapti. Xo'p, mana keyin 3 ta olyapti. Chunki 3 2 ga bo'linmagan, demak u tub son. Endi 3 ga bo'linadigan hamma sonlarni tugmasini belgilab chiqyapti. 5 ta olyapti. 5 ga bo'linadigan hamma sonlarni tugmasini belgilab chiqyapti. 7 ta olyapti. 7 ga bo'linadigan hamma sonlarni tugmasini belgilab chiqyapti. 11 va hokazo shunaqa ishlaydi. Irrotasion g'alvara. Xo'p. Endi uni kodini qanday qilib yozsak bo'ladi? Misol uchun 10 darajasi 5 gacha bo'lgan tub sonlarning ustida tubmi yoki tub emasmi degan narsani aniqlaylik. Kodini yozaylik. Xo'p. Endi vektor bool ochib olamiz. Bu tub yoki tub emasligini aytib beradi. Xo'p. Nomi save bo'lsin qanaqadir. N uzunligi n bo'lsin va hamma elementi true bo'lsin boshida. Xo'p. Bu true degani tub degani, false degani tub emas degani. Xo'p. Endi aytaylik, save ni 0-elementi false bo'lsin deylik. Xo'p, birinchi elementi ham false bo'lsin deylik. Chunki 0 va 1 tub songa kirmaydi. Tub sonlar 2 dan boshlanadi. Endi boyagi videoda ko'rgan ishimizni qilamiz. 2 kichik n dan e++. Xo'p. Agar sievda inch elementi tub bo'lsa, unga bo'linadigan hamma sonlarni aniq qilib chiqamiz. False qilib chiqamiz. Xo'p. j kichkina n dan j plus teng e. Xo'p, endi sievda j elementi teng false. Hop, endi x sonni olaylik bitta. Agar sievda x-inchisi bo'ladigan bo'lsa, cout tub deylik, else cout tub emas deylik. Hop. Misol uchun 125 son. Hop, tub emas deyapti. Misol uchun bitta tub son aytaylik. 101, 1001 bu ham tub emas ekan. Hop. Misol uchun 7 olaylik, oddiy 7. 7 mana tub deyapti. 11 olsak ham tub deyapti. Hop. Demak, dasturimiz to'g'ri ishlayapti. Hop. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa va video yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni unutmanglar. Kanalga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan ham ko'proq videolar chiqarishga harakat qilaman va bunga bog'lab juda ham ko'plab masalalar ishlasa bo'ladi. Misol uchun sonda tub bo'luvchilarni juda ham tez topsak bo'ladi. Hop, misol uchun bizga 8 berilgan bo'lsin. 8 bo'linadigan eng kichik tub son qaysi? 2, to'g'rimi? 2. 8 ni 2 ga bo'lamiz. Hop, endi 4 chiqadi. 4 bo'linadigan eng kichik tub son 2. Demak, 4 ni ham 2 ga bo'lamiz. Yana 2 chiqadi. 2 bo'linadigan eng kichik tub son 2. Toki 1 kelguncha davom etaveramiz. Mana. Bo'lganimizdagi qolgan
bo'lgan qiymatlarni chiqarib tashlaymiz-da. Mana 2 ni olyapmiz. 2 bo'ldi. Yana bitta 2. 2 ni kubi. Xullas. 8 2 ga bo'ldik 4, 4 2 ga bo'ldik 2, 2 ni 2 ga bo'ldik. Bu degani 2 ko'paygan 2 ko'paygan 2 teng 8. Misol uchun 15 uchun hisoblaylik. 15 uchun 15 bo'linadigan eng kichik tub son 3. 15 bo'lingan 3 teng 5. Hop. 5 bo'linadigan eng kichik tub son bu 5 va o'zidan o'zi ko'rinib turibdiki 3 ko'paygan 5 teng 15. Hop. Xuddi shunaqa logika asosida ishlaydi. Uni ham hozir ko'rsatib ketaman. Endi buni qanday qilsak bo'ladi? Sieve yordamida. Hop. Endi bitta ikkita joylarda o'zgartiramiz. Buni false qilmaymiz, buni int qilamiz. Int boshda hammasi -1 bo'lsin. Bular kerak emas. Hop. Agar sieve int -1 bo'ladigan bo'lsa, hop, bu sieve shunchaki i ga bo'linsin. Eng kichkina bo'linadigan tub soni i bo'lsin-da, sababi oldin kelmagan. Endi sieve int teng i deylik. Misol uchun. Hop, endi bizga x da tub bo'luvchilar kerak. Hop, bitta vektor ochib olamiz. Int r deylik. While x teng emas 1. Hop. X bo'lingan teng sieve x'inchi. Chunki bu songa bo'linadi. X bo'linadigan eng kichik tub son shu. R nuqta pushback sieve x'inchi. Hop, bo'ldi. Endi prosta r deb chiqarib qo'yadigan bo'lsak, bo'ldi. Hop, ishlatib ko'ramiz. 11 bo'linadigan tub sonlar qaysi ekan? 11 da o'zi. 121 bo'linadigan tub sonlar qaysi ekan? 2 marta 11. To'g'ri, chunki bu 11 kvadrati. Misol uchun 1000 bo'linadigan 1000 da tub bo'luvchilari qaysi ekan? Hop, 5, 3 marta 5, 2. Hop. Buni o'zimiz qo'lda qilib ko'rsak ham bo'ladi. Kichkina son 1000. Hop. 2 ga bo'lsak 500 chiqadi. 2 ga bo'lsak 250 chiqadi. Hop, buni ham 2 ga bo'lsak bo'ladi. 125 chiqadi. Bu endi faqat 5 ga bo'linadi, chunki 3 ga ham bo'linmaydi, 2 ga ham bo'linmaydi. 5 ga bo'linadi, 25. Yana 5. 5 ga bo'linadi. 1. Hop, dasturimiz demak to'g'ri ishladi. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar qanaqadir savollaringiz bo'lsa, Telegram kanalimga yozishlaringiz mumkin. Telegramda kanalim bor. Muhammad Sidiq deb qidirsanglar chiqadi. Mana descriptionda ham silkasini qoldiraman. Shu kanalda discussioniga kirib, xohlagan savollaringizni yozsalaringiz javob beraman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosish eslaringizdan chiqmasin. Kanalga obuna bo'lish ham eslaringizdan chiqmasin.